Trnovka haqida emas, gazoblok, penoblok ishlab chiqaradigan uskunalar haqida. Ishlab chiqarish qilaman deganlar, bu yerda gazoblok, penoblok, terma panel, terma travertin, fasadniy plitka, kolodez hamma uskunlardan bor. Mana tal kerak deganlar uchun mana pultlik, 1,5 tonnalik, 2 tonnalik, 3 tonnalik, 500 kilolik aytilgan variantdagi tallardan qilib beramiz. Mana mishalka, sementli mishalka kerak deganlar uchun mana betonlar aralashtirish uchun mishalkalar baquvvatlardan qilib qo'yganmiz. Bu yerda mana penoblok, gazoblok uskunlar qoliplari yetarlicha. Bu yerda penoblok обычный komplekti beladagi qatorlik Euro, Legosi, turbalik hamma variantlardan bor. O'ntiradigan bochkalar ham turlaridan bor. Xonalari bo'lish uchun peregrodkalar. Bu yerda mana terma panel uskunlar, mana terma panel ishlab chiqaraman deganlarga terma panel, terma travertin ishlab chiqaraman deganlarga terma travertin uskunlari, mana vibrostol, mishalka qoliplar hamma yo'qdan bor. Gazoblok atxotin ishlaydigan mana prsni stanoklar, gazoblok avtomat liniyasi, pol avtomat, mini komplektlar mana bu yerda 3 ta birda gazoblok, penoblok, tomsuvoq qiladigan apparatlarimiz ham bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsa, batafsil hamma yo'qlar ma'lumotlarni beriladi.